Hammaga assalomu alaykum. Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli obunachilarimiz, bugun sizlar bilan Xudo xolisa BYD Qibraga kelganmiz. Nima uchun keldik? Ko'pchiliklar hozir Instagram tarmoqlarida o'zimning videolarni ko'ryapman. Halol nasiyaga BYDlar bo'lib ketdi degan videolar ko'p chiqyapti. Shuning uchun men keldim, so'radim va undan keyin sizlarga ham ko'rsatish uchun ichkarida bitta mutaxassis akamizlarni gaplashib qo'ydik. Hozir kiramiz, kirib turib polniy Adan Yagajon so'rab chiqamiz. Choy poy hamma narsani damlab olinglar, sekin biz boshlaymiz. Keldik, biz so'rashib bo'lganmiz. O'sha so'rash shart emas. Boshidan, ya'ni takoz sirazi videoni maqsadiga o'tamiz. Aka, hozirgi kunda ko'pchiliklar aytishyapti, Instagram tarmoqlarida ko'ryapmiz. Halol nasiyaga BYD avtomobillari berilayotgan ekan. Shu gaplar rostmi, aka? Halol nasiya emas, avtokredit aka. Avtokreditni faqat foizsiz. Ya'ni hamma mashinagami yoki определенный modelga? Определенный 3 ta modelga. E2 avtomobilimiz Yuvanab hamda Chazor 2-pozitsiyasi. Chazor 2-pozitsiyasi. Mana misol uchun qilib aytganda, mana E2 ni oldiga kelamiz. Aka, E2 bosh to'lov, eng minimalli nech puldan chiqadi? 25%. 25% bilan bitta shuni 1 yilga rassrochka qilib olsangiz bo'ladi. 1 yilga hammasi rassrochka. 25% adashmasam 59 million 150 so'm bo'lardi. Boy qog'ozni ko'rganda shunaqa edi, to'g'rimi? Uni 1 yildan necha yilgacha olsa bo'ladi? 1 yildan 5 yilgacha. O'sha yog'iga foiz qo'shiladi. Foizlar ham ko'p emas. 14% dan yarim foizgacha. 14% dan yarim foizgacha. Olgan yiliga qarab, to'g'rimi? Olgan yiliga pernachayni foizga qarab. Lekin oydan oyga o'tib ketsa yo kuni o'tib ketib qolsa, peniyasi bor. Albatta shtrafi bor. Shtraf bor, to'g'rimi? U ya'ni jarima deyiladi, o'zbekcha stipeniya. Shu narsasi bor. Bu bankdan kredit, avtokredit bo'lib chiqayotgan narsa. Bu BYD ning o'zi berayotgan narsa emas, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. O'shaning uchun keyin yana bitta narsani so'ramoqchiman. Bu 1 yilga olsangiz foizsiz bo'ladimi yo yana 5 yilgacha olsangiz foizsiz bo'ladimi? 5 yilgacha ololmaymiz. Eng katta srok 30 oy, ya'ni 60% qilsangiz 30 oygacha olsangiz bo'ladi. 30 oygacha. O'shanda 50% qilsangiz 24 oygacha olsangiz bo'ladi. O'shanda 50 foizsiz bo'ladi, to'g'rimi? 0 bo'ladi. Ustiga, ya'ni ustiga pul minmaydi. Foizsiz deganda mashinani tan narxiga pul minmasdan turib sizga mashina beriladi. Lekin boyga aytganimizdek jarimalari bo'ladi. Keyin mana bitta malyutka mashinasi. Вот сюда поверни, пожалуйста, братан, malyutka mashinamiz. Ya'ni Sigelga yo'q unaqasi. Yo'q, Sigelga hali ham o'sha 21.9 gacha. 21.9 gacha haligacha, to'g'rimi? Uni u ham avtokredit 21.9 mayli, bizga qiziq emas bu narsa. Endi tak, yuvanab qatdaydi. Yuvanab bormi? Yuvanablarimiz hozir ichkarida yo'q. Yo'q, yuvanab qolmabdi ichkarida. Juda ham tez ketyapti. Ketyapti, to'g'rimi? Yuvanabga kutish davri qancha bo'lyapti? Pul to'langandan keyin? Har xil rangiga qarab, eng katta rang, to есть eng katta o'chirt qoraga, ya'ni 1 oyga yaqin bo'ladi hozir. 1 oyga yaqin, to'g'rimi? Undan tez kelib qolishi ham mumkin. Albatta, bu maksimalniy srok olyapmiz-da. Maksimalniy. Maksimalniy srok. Videoda hozirgi paytda ko'pchilik aytadi, 1 hafta 2 kunda chiqarib beraman deydi. U hammasi yolg'on bo'ladi. Okalar, hech kim 1 hafta 2 kunda chiqarib bera olmaydi. Adashmasam bunaqa. To'g'ri, eng yashil eng kam ketadigani yashildan 10 kunlar desangiz bo'ladi eng kamida. Yuvanab chunki yaxshi mashina, ya'ni talab, juda ham talab ko'p bo'lgan mashina. Unga qanaqa? Unga hozir protsentlar tushgan. Unda ham hozir 21.9 gacha edi o'zi. Hozir 19,5 dan 4% gacha. O'sha aytganimdek foiziga qarab. Ularni foizsiz bormi unda? 60%. 60%. 60%. Boshiga 60%, ya'ni 161 million so'm to'lov qilinadi. Qolgani 1 yilga. 8 million 890 ming so'm. 8 million 890 ming so'm bo'ldi. Keyin Chazor. Mana Chazor. To'g'rimi, aka? Bu ikkinchi pozitsiyamiz, bu bu oxirgi pozitsiyasi faqat. Eng fulli. To'g'ri. Eng fulli ikkinchi pozitsiyasiga bunda ham qanaqa to'lovlari? Bunda ham osonroq, Yuvanabga qaraganda 50% to'lov qilasiz, ya'ni 145 million so'm. Oyiga 5 million 917 ming so'mdan 2 yilga chiqadi. Shunda hozirgi paytda hamma BYD avtosalonlarda ikkita elektrokarga, bitta gibridga, ya'ni bo'lib to'lashga, ya'ni bo'lib to'lash deymiz. Avtokredit, просто foizsiz avtokreditga beryapti. Xuddi shunaqa. Faqat ikkinchi pozitsiya, 3-chi, 4-chi pozitsiyalar yo'q, unaqa narsalar. Faqat 2. 2 o'zi tan narxi necha pul o'zi? 284 million 43 ming 100. 284 million 43 ming 100, to'g'rimi? Keyin qarang, mana sizdan buni misol uchun BYD, men endi BYD Qibraydan men bilaman, bu yerda ligotalar ko'p. O'sha ligotalarni bitta eshib chiqsangiz, ya'ni mashina sotib olgandan keyin qanaqa plyus tomonlari bor, qanaqa bonuslar qilib berasizlar, necha pulgacha bo'lgan bonuslarni berasizlar. Endi pul miqyosida aytib ko'ramiz-da. Pul miqyosida endi odam o'ziga bog'liq, chunki masalan Chazorga 15 ball beriladi. 15 ball ichida xohlagan o'zlariga ma'qul keladigan narsa tanlasalar bo'ladi. Tonirovkami, orqa sferasi yoki oldi sferasimi, salon polikmi, bagaj polikmi, salonga laminatsiyami, o'z standart qilinadigan narsalar. Orqa sfera tonirovka, salonga laminatsiya, и salon polik, и brizgavik. U standart hamma mashina olganda hamma mashina qilib berasizlar. Yo'q, ko'pchilik shu narsani tanlaydi. O'zi 15 ball beriladi. Yuvanabda 10 ball, E2 da ham 15 ball. Men sevgilimni bitta olib qo'y, mana shu qiz men sevgilimni.
Xotinim ko'rish kerak. Ha, osib qo'yishadi yaqin. Короче, chempion mashinalariga yo'qmi? Okima chempionga Chempionga ligotniy stavkalar chempionga bor. ligotni qanaqa u ligotnilari? Ya'ni 50% to'lov qiladigan bo'lsangiz, atigi umri 9 dan chiqadi buniki. 50% to'lov qilinsa, 19 dan chiqadi. Xuddi shunaqa. Endi sizga mana hozirgi paytda ko'pchiliklar men o'zimdan ham so'rashadi. Toshkent shaharida shu tirikchilik qilgani qaysi mashina yaxshi deb mendan so'rashadi. Men o'zim E2 deyman, EV E2 gibrid ham demayman, EV chunki toza elektr quvvatida bo'lsa, rasxod kam bo'ladi degan maqsadda aytaman. Sizning fikringiz bo'yicha qaysi mashina yaxshi, ya'ni tirikchilik qilgani? Elektr yaxshi. Elektr yaxshi. Qaysi E2 mi yoki Yuvanapmi, E2 mi farqi yo'q. Qaysi biri bo'lishdan qilsa eng qulay baribir elektrasi. Men Xitoy Gentrasi chazorimiz o'ta bo'lib молодежный mashina deb o'ylayman menimcha. Bu Xitoy Gentrasi degan nom oldi, to'g'risini qilib aytganda. Yana bu yerda Sil 6 mashinalar unaqa narsalar yo'q, to'g'rimi? Yo'q, Sil 6 ham xuddi o'sha. 21.9 gacha. Ha, 21. Hali ularga ligotniy berishmadi. Hali ligotniy, ya'ni kreditlari yo'q, to'g'rimi? Ko'rdinglar akalar, hamma narsani bu yerda ya'ni to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, pastda raqamlarni qoldirib ketganman. O'shani telefon qilasizlar, to'liqroq ma'lumot olasizlar, xudo xolasa. Bularga telefon qilsanglar, yolg'on gapirmasdan, fitna fasotsiz, bir balo narsalasiz, hammasini tushuntirib berishadi. Kelgan bir xil videolarda aytishadi-ku, kelgunicha mana shu mashina shu narxdan edi, kelgandan keyin yo'q, aka biz videoda marketing hazillashgan edik, u qilgan edik, chichib qo'ydik, siyib qo'ydik degan narsalar yo'q bu yerda. Bor haqiqatda aytiladi. Alloh nasib qilgan bo'lsa kelib olasiz. Hech kimga bu yerda misol uchun qo'ldan ushlab hech kimni oldirayotgani yo'q, hech kim. To'g'rimi? Haftaga bemalol kelib tez drive qilib. Kelasizlar, tez drive qilasizlar, bosib ko'rasizlar, surib ko'rasizlar, hamma mashinalarga bor tez drive'da. Xolasa Sil 6 dan tortib, ya'ni Sigeldan tortib, u adashmasam Atto 8 gacha ham bor akalar. Atto 8 ham bor. Bemalol kelib haydab ko'rishingiz mumkin. Telefon qilinglar, o'zingiz uchun qiziqinglar, kelib turib mashinalarni haydab ko'rish. Bepul hammani kelayotgan, ya'ni o'tib ketgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin akalar. Sog' bo'lamiz.